Bismillahirrohmanirrohim. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Hurmatli aziz obunachilar, musofirdagi yurtdoshlar, mana navbatdagi darvozamizni Andijon viloyati Marhamat tumaniga o'rnatib berdik. Bu darvozamizga haqida qisqacha ma'lumot berib o'tadigan bo'lsak, darvozalarimiz listlari 1.8 lik, stoykalari 8 ga 6 lik, 1.7 stenada bo'ldi. Tepalarni ochiq qilib berdik, eshikni ochiq qilib berdik. Nerjiyunkali 2 arkali trenddagi darvozamiz. Ko'rishingiz mumkin, juda ideal holatda. Profillari, ichki profillari 6 ga 4 lik, 1.5 stenada bo'ldi. Zamoklarimiz har doimgidek bu bir zamokda mana. Orqa tomondan ko'rsatib o'tishga harakat qilib ko'ramiz. Orqalari mana tekis holatda bo'ladi. Juda ajoyib. Mana bunaqa joylar sentr zamokdan bitta qo'lda bemalol ochib yopilishlari ham mumkin. Ana ko'rishingiz mumkin. Ahajon yopib yuborasan, rozi. Mana attesta bo'ldi holatda, xudo xolasa ko'rishingiz mumkin. Ichkaridan yopib yuboring. Bitta baho berib qo'yaverasizlar, xudo xolasa. Bu darvozamizni kvadrat metrini 900.950 so'm tayyorlab berilyapti. Yana qo'shimcha ma'lumotlar kerak bo'lsa, albatta bemalol ekrandagi nomerlarga telefon qilishingiz mumkin. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar, Allohga omonat bo'linglar.